2026-yil 21-iyul kuni tushgan majburiy matematika savollari yechimini ko'rib chiqamiz. Videoni boshlashdan oldin videoga like bosishni va menga obuna bo'lib qolishni unutmang. Dastlab bizda birinchi misol. Ya'ni hisoblang deb so'ralmoqda. Buning uchun 6 ni bo'lamiz 0.3 ga, ayiramiz demak 1.4 ni. 6 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak 20, 20 dan ayiramiz 1.4 ni. Natijada demak 18.6 hosil bo'lar ekan. Bu C javobda keltirilgan. Ikkinchi misolimizda soddalashtiring deb so'ralmoqda. Ya'ni bu b kvadrat plus 9 ta a ko'paygan b ni b ga ko'paytirsak b ning kvadrati plus 3 a b ning kvadrati plus a b kvadrat. Endi ushbu ifodani qo'shib chiqadigan bo'lsak, mana bu yerda bitta a b kvadratga 9 tani qo'shadigan bo'lsak 10 ta, 10 taga 3 tani qo'shsak 13 ta va 13 taga yana bittani qo'shadigan bo'lsak natijamiz 14 ta a b kvadrat hosil bo'ladi. Bu bizga B javobda berilgan. Uchinchi misolimizda agar 10 gram eritmada 605 gram tuz bo'lsa, 160 gram eritmada necha gram tuz bor deb so'ralmoqda. Buning uchun proporsiyadan foydalanamiz. Ya'ni 10 gram eritmamizda 6,5 gram tuz bo'lsa, 160 gram eritmada x deb olamiz. Ya'ni x topishimiz uchun 160 ni ko'paytiramiz. 6,5 ga bo'lamiz 10 ga. Natijamiz demak 1040 taqsim 10, 1040 10 ga bo'lsak 104 gram demak tuz hosil bo'lar ekan. Bu A javobda berilgan. To'rtinchi misolimizda proporsiyaning chetki hadlari 18 va 3 ga, o'rta hadlari esa 6 ga teng bo'lsa, proporsiyaning ikkinchi hadini toping deb so'ralmoqda. Demak, proporsiyamiz A bo'lingan B, C bo'lingan demakdir. Proporsiyaning demak ikkita chetki hadi ko'paytmasi, ikkita o'rta hadi ko'paytmasiga teng, ya'ni A ko'paygan D, B ko'paygan C ga teng ekan. Endi o'rniga keltirib qo'ysak, bu yerda ikkita chetki hadi 18 ko'paygan 3, 6 ko'paygan demak C ga teng. C ni topadigan bo'lsak, 54 ni bo'lamiz 6 ga, C ning qiymati bu yerda 9 ekanligi kelib chiqadi. Bu B javobda berilgan. Beshinchi misolda doiraning necha foizi bo'yalgan deb so'ralmoqda. Jami doiramiz 10 ta qismga bo'lingan. 10 ta qismdan 8 tasi bo'yalgan. Demak, buning uchun 8 ni 10 ga bo'lamiz. 0,8 bo'ladi. Ko'paytiramiz endi foizni so'ragan uchun 100% ga, natijamiz 80% ekanligi kelib chiqadi. Bu javobda berilgan. 6-chi misol. Parallelpedning bo'yi eni balandligi mos ravishda 5, 6, 7 ga teng bo'lsa, parallelped hajmini toping deb so'ralmoqda. Demak, parallelped hajmini topishimiz uchun 3 ta o'lchov birligini, ya'ni A ko'paygan B ko'paygan C, ya'ni bo'yi eni balandligini ko'paytiramiz, ya'ni 5 ko'paygan 6 ko'paygan 7, natijada 210 hosil bo'lar ekan. Bu bizga C javobda berilgan. Endi 7-chi misolimizda A va B juft raqamlar bo'lsa, A B ning eng katta qiymatini toping. Demak, eng katta juft raqamlarimiz A teng 6 bo'lsa, B teng demak 8 ga teng ekan. Demak, raqamlar bizda 10 ta edi. Endi shu ikkovini ko'paytiramiz. A ko'paygan B, 6 ko'paygan 8, natija 48 lik qoladi. Bu C javobda berilgan. 8-chi misolimizda A O B burchak 58 gradus bo'lsa, A O C burchakni toping, ya'ni mana bu burchak uzunligini toping deb so'ralmoqda. Buni x deb olamiz va ikkita yoyiq burchak hosil, ya'ni yoyiq burchak hosil bo'lib qoladi bu yerda. Yoyiq burchak uzunligi 180 gradus ekanligidan x bilan 58 qo'shsak 180 gradus hosil bo'lar ekan. Nima x topishimiz uchun 180 dan ayiramiz 58 ni. Natijada biz uchun demak 122 gradus hosil bo'lar ekan. Bu D javobda berilgan. 9-chi misolimiz. Quyidagi chizmadagi ma'lumotlardan foydalanib x burchakda qiymatini toping deb so'ralmoqda. Mana bu biz uchun 90 gradus. 90 dan 36 ni ayirib tashlasak, ya'ni 90 dan ayiramiz 36 ni. Natijada demak 54 gradus hosil bo'ladi.
Endi ana shu 54 gradusimiz ikkita, demak teng burchakka bo'lingan. Mana bu burchagimiz ham x, shuning uchun 54 gradusni bo'lamiz 2 ga, shunda x ni qiymati kelib chiqadi bu 27 gradusligi hosil bo'lar ekan bu javobda berilgan. Va oxirgi 10-misolimizda hisoblang deb so'ralmoqda. Buning uchun quyidagi formuladan foydalanamiz. Ya'ni a ning kvadrati minus b ning kvadrati biz uchun a minus b a plus b ni berar ekan. Endi bu yerda 15 ning kvadrat, 15,5 ning kvadrati minus 4,5 ning kvadrati topishimiz uchun 15,5 ga demak qo'shamiz 4,5 ni, 15,5 dan ayiramiz, demak 4,5. Natijada bu 20 ni, mana bu esa 11 ni beradi. 20 ni demak 11 ga ko'paytirsak 220 ekanligi kelib chiqadi. Bu javobda keltirilgan. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa videoga like bosishni va menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.